Mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini yuqori saviyada tashkil etish maqsadida vazirliklar va idoralardan hududlarga biriktirilgan mas'ullar tomonidan o'rganish va tayyorgarlik ishlari izchil davom etmoqda. Xususan Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani mahalla fuqarolar yig'inlarida ro'yxatga olish jarayonlarini sifatli tashkil etish, ma'lumotlarning aniqligi va to'liqligini ta'minlash masalalariga e'tibor qaratilyapti. Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish to'g'risidagi farmonda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash yuzasidan respublikadan tumanga biriktirilgan Uskimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati mas'ullari joylarda tushuntirish ishlarini olib bormoqdalar. Tumandagi Navro'z mahalla fuqarolar yig'inida 3073 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahalla yettiligi tomonidan amalga oshirilayotgan GIS texnologiyalari asosida ma'lumotlarni yig'ish, uy va qishloq xo'jaligi obyektlarini to'liq qamrab olish bo'yicha bajarilayotgan ishlar yakuniga yetdi. Uskimyo sanoati aksiyadorlik jamiyati rahbarlari tomonidan, mahalla yettiligi tomonidan fuqarolarga shu aholini ro'yxatga olish jarayonlari haqida tushuntirishlar olib borildi. Har bitta xonadonda robotini oldiga borib, u xonadonlarimizda lokatsiya orqali xatlovdan ham o'tkazildi. Mahalla to'liq geolokatsiya bo'yicha xatlov jarayonlari to'liq yakuniga yetdi. 4026 nafar aholi istiqomat qiluvchi Markaziy Farg'ona mahalla fuqarolar yig'inidagi 732 ta xonadon uy xo'jaliklari tarkibida qishloq xo'jaligi faoliyatini yuritayotgan subyektlarni aniqlash ishlari tugallandi. Bu bilan qishloq xo'jaligida yerdan foydalanish, chorvachilik va parrandachilik ko'rsatkichlari aniqlanadi. Aholilarimiz bu jarayondan nihoyatda xursand bo'lishdi. Nima uchun? Sababi mana hozir bizni ham o'sha orqali, xatlov orqali bazaga tushiryapti. Mana shu bazaga tushganimizda qanday ishlarimiz bo'lsa, shu narsalarimizni to'g'ri yo'lga qo'yyapmiz degan maqsadda ularga ham tushuncha berdik. Tushunchalari ijobiy bo'ldi. Eng muhimi ro'yxatga olish jarayoni faqat raqamlarni yig'ish uchun emas, balki fuqarolarning turmush darajasini yaxshilashga muhim qarorlar qabul qilish uchun asos bo'ladi. Bu jarayonlarda Yozyovon tumanida istiqomat qilayotgan nuroniylar ham faollik ko'rsatishyapti. Mahalla yettilik bilan birgalikda yonma-yon yurib, nuroniylarimiz bu jabhada aktiv ishtirok etishyapti. Chunki bu har bitta oila uchun juda zarur deb o'ylayman. Chunki bizning kelajagimiz bor mana. Oddiy bitta misol, nuroniylar bosh turgan bo'ladigan bo'lsa, uni mahalladagi o'g'il qizlari, qarindosh urug', mahalla ko'y, qo'ni qo'shni, yora birodar, xo'p, shuningdek nevara chevaralari barchaga bu ma'qul kelyapti deb o'ylayman. Yig'ilgan ma'lumotlar hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, ayollar va bolalar salomatligini yaxshilash va oilalarga yordam ko'rsatish dasturlari uchun asosiy manba bo'lib, mamlakatimizning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotini strategik rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega.